Aziz do'stlar, G'alvir dasturi mana va'da qilganimizdek bugun Oriyat Donoda o'z nihoyasiga yetdi. Qadrdonimiz, ijodkorimiz Burxon aka Sharofga rahmat. Bugungi tashriflari uchun yo'l bosib eng uzoq nuqtaga Toshkent shahri eng baland nuqtasiga kelganlar uchun. Esdalik sovg'amiz bor, taqdirlab qo'yamiz. Rahmat, assalomu alaykum. Avvalambor barcha kuzatuvchilarimizga. Men o'zi to'g'risini aytsam, hazillashgan edim, lekin Bahodir buni rost tushunib, menga sovg'a tayyorlab qo'ygan ekanlar. To'g'risi o'zi xijolat bo'lib ketdim. Xijolat joyi yo'q aka. Bilamiz qaytarishingizni. Yo'q, qaytaramiz albatta. Ajoyib sovg'a va bu sovg'ani Azamat degan qadrdonimiz. Azamat, sizga ham rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ilohim o'ylagan yaxshi narsalarga yetkazing. Rahmat, taklif uchun rahmat. Sog' bo'ling. Demak, eshittirishingiz menimcha chiroyli bo'ldi. Rahmat, zo'r bo'ldi. Ko'ngilli bo'ldi. Chunki muxlislarimiz, tinglovchilarimiz hammasini savoli bor edi. Savollarni ocha oldik, yorita oldik deb o'ylayman. Oriyat Dono radiosini doim tinglang va Bahodir Magdiyevni efirlarini o'tkazib o'rning. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.